hech qanaqa gazsiz, toksiz, ko'mirsiz quyosh suv isitgichlari. Basseyn deysizlarmi, отопление, topli pol. Xo'p, ishlab chiqaruvchi akalar, katta miqdorda issiq suvni isitishga elektr yoki gaz rasvod qilayotgan akalar, endi unaqa muammo yo'q. Hozir biz Toshkentdamiz. Quyosh suv isitgichlarni O'zbekistonda birinchilardan bo'lib, basseynga sinab bergan akalar oldiga keldik. Dachaga kelganmiz. Shu dachani basseyni to'lig'icha mana shu quyosh suv isitgichlari bilan issiq suvda ta'minlab beryapti ekan. O'sha tomda turgan quyosh suv isitgichlarimiz yordamida mana shu basseynning o'zida 113 tonna suv bor. Ya'ni 113 kuba deyishyapti. 100 tonna oshiq suvni isitib beryapti. Nafaqat buni tagidan o'tgan topli pol bor. Uni suvini ham o'sha quyosh suv isitgichlarimiz orqali isitilyapti. Ya'ni 1 so'm sarflamasdan, 1 tiyin ishlatmasdan quyosh suv isitgichlarini skladiga kelganmiz. Bu akalar bizni xohlagan miqdorda, xohlagan turidan topsalaring bo'ladi. 100 litrlik, 150, 200, 300 litrliklari ham bor ekan. Xohlagan joyga issiq suv kerak bo'lsa bo'ldi. O'rnatasizlaring. Quyoshlik charaqlab turmasdan bulutli havoda ham 40 gradusgacha suvni elitib bera oladigan xususiyatga ega. Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun biz Toshkentga kelganmiz. Sababi quyosh isitgichlari Intergrand Technology. Umid aka, assalomu alaykum. Siz aka, ishlaringiz yaxshimi? Rahmat. Xo'p, buni oldin eBayda ko'rgandim aka, ishlatib ko'rmagandim. Tekinga suvni isitish yo'li ekan akalar. Hozir mutaxassisimiz sizlarga to'lig'icha tushuntirib berishadi. Bu nechi xil o'zi? Buni 2 xil bo'ladi. Asosan bosimli va bosimsiz. Naporsiz. Naporsiz. Xo'p, ishlash prinsipiga keladigan bo'lsak, bosimlisi uzluksiz bosim bilan issiq suvni berishga mo'ljallangan. Doimiy suv bor bunda. Da. Tomga qo'yilgandan keyin suvni podavleniya yetkazib beradi и uzluksiz yetkazib beradi. Buni masalan ishlash texnologiyasi ham farq qiladi. Vakuumli kolbaning ichida metniy trubkasi bor. Metniy trubkaning ichida freon bo'ladi, teploobmennik. Quyoshda yaxshi qiziydi u. Ya'ni bulutli havoda ham minimaliy 40 gradus yetkazib beradi. Bosimsiz. Bosimsizga keladigan bo'lsak, bu quyosh suv isitgichimiz bir marta to'lgandan keyin u isiydi. Isigandan keyin o'sha suvni samotorga yetkazib beradi iste'molchiga. Buni kolbasiga ichiga suv tushadi. Mana unda suv yuradi. Da, suv tushadi. Narig'inda gaz yuradi. Da, freon yuradi. Davleniya, napor bilan bez naporning farqi shunda ekan, bunda suv tugab qolsa qanchadir muddat kutamiz. Da. Unda kutilmaydi. Unda kutilmaydi. Ya'ni bunda hozir 150 litr sig'imi hozir. Sig'imi. Bu degani sovuq suv bilan iliq suv qilib ishlatadigan bo'lsangiz 300 litr degani. Xo'p, hozir buni ishlayotgan graduslari ham bor, necha gradus? Mana shu havoda. Bor, ko'rsatib turagan. Qani ichkariga kiramizda bitta ko'rsatib beramiz. Xo'p, kim agar elektr bilan, gaz bilan, ko'mir bilan agar suvdan isitayotgan bo'lsa, endi mutlaqo bepulga isitsalaring bo'ladi. Ya'ni shunchaki quyosh nuri orqali. Bitta ko'rsatib oling chiqaring. Necha hozir dedi? 63 bosimsiznikini 63. Naporsizniki 63 gradus, naporniniki 73 gradus. 73 gradus. Bu вообще dahshat, bu issiq suv. Shunaqa. Bu hali yana ko'tariladi. Hozir kun o'rtasi masalan. Kun o'rtasi kechgacha yana qo'shiladi. Xo'p, quyosh yo'q paytida, misol uchun bizga doimiy 40 gradus suv kerak deb qo'ysak, quyosh yo'q paytda tentam qo'shib ishlasa bo'ladi. Avtomatda o'zi bu. Avtomat. Mana shu boshqaradi, miyasi boshqaradi. Tenni boilerning ichida tenni bor. Gradusga masalan 40 gradusdan qo'yilsa, 40 gradusdan pastga tushsa, datchik sezadi. Kontroller tenga buyruq beradi. Nima? Ko'taradi. Da, pitani beradi ishlash uchun. Tushunarli. Xo'p, bu akalarimizda nimaiki zapchasi bo'lsa, hamma narsasi bor. Servis, kafolat bular nima bo'ladi? Bizda o'zimizning ustularimiz bor o'rnatishga. Basseyn, hammom, отопление, issiq suv uchun hamma joyga o'rnatib berganmiz. Masalan, yana buyurtma bo'lsa, o'rnatib beramiz. O'zimiz olib kiramiz bu narsani. Xo'p, yana hozir biz O'zbekiston bo'ylab dilerlar ham qidiryapmiz. Eng muhimi. Agar sizlarga to'g'ridan-to'g'ri Xitoydan birinchi qo'ldan olib kelgan mijoz kerak bo'lsa, shu akalarimizga murojaat qilaveringlar.
Shunaqa. Ob'yom cheklanmagan, xudo xolisa. Buni 100, 150, 200, 300 litrliklari bor. Da, bosimli, bosimsiz. Aha. O'shalar xohlagan turdan qilib berishadi. Basseynga birinchilardan bo'lib sinab ko'rishgan va bu zo'r effekt berib ishlayapti. Video davomida buni ham ko'rsatib berganmiz sizlarga akalar. Yana bir narsani aytish kerak, bizniki nержавейкаdan qilingan. Zanglamaydi. O'sha tomda qo'yilsa, qishin, yozin, issiq sovuqda, masalan, zanglamasdan chiroyli bo'lib yaltirab turadi. Ishlash muddati ham oshadi. Tushunarli. Ishlash muddati o'rtacha 15 yildan 20 yilgacha. Ha, bemalol pul chiqib ketarkan, tekinga olib ketarkan. Hop, atsikoy tunika emas, metal anaqa emas, temir emas, zanglamas, nержавейка, bo'yalmagan ham o'zini rangi, o'chmaydi ham juda yaxshi. Xo'p, buni har bitta zapchaslari, anaqa turbalari alohida hammasi bor. Bor. Yaxshi. Alohida sotuvga ham bor. Xullas, aloqaga chiqsang bo'ldi, joyiga qarab narxini hisoblab berishadi. Hozir bizga eng arzoni bilan eng qimmati qayergacha boradi? O'shani aytib berishingiz kerak. Xo'p, bez davleniya eng kichkinasi 100 litrdan boshlanadi. Uni narxi 4 million 100 mingdan boshlanadi. Aristondan sal qimmatroq ekan xolasda. Shunaqa. Bu dona bay hisoblash. Donaga bu. Donaga. Optimga kelishtiramiz. Dona narxi bor, optim narxi bor, dealer narxi bor bizda. Ha, dealerniki yana ham arzon chiqadi. Yana arzon chiqadi. Agar aloqaga chiqaverasizlar, zo'r variant. Hop, nariginikicha. 200 litrligi bosimliligi 150 litrligi 5 million atrofida chiqadi. Bosimniki, ya'ni naporniniki 5 million atrofida. Hech qancha raziyasi qilmas ekanda. Shunaqa. Hop. Ko'rib turibsizlar, nержавейка sifati yaxshi. Boshqa yerda qaydadir misol uchun tunikali yoki boshqa metal zanglashga ehtimoli yaqinroq bo'lgan metallardan foydalangan bo'lsa, bu zanglamaydi, nержавейка ko'pchilik biladi va narxlar birinchi qo'lda. 4,5 million, nargisi naporniniki 5 million atrofida chiqargan. Zo'r. Menimcha bemalol qo'ysa bo'ladi. O'ylaydigan ish emas, zamonaviy texnologiya, bepulga suvni isitish. Bu buziladigan qiyin texnologiya emas, masalan, borib qo'yiladi, buziladigan joylar ham yo'q bunda. Xo'p, tok bo'lmasa ham ishlayveradi, bu bo'lmasa yorug'lik bo'lsa, quyosh bo'lsa bo'ldi. Xo'p, mabodo tokdan bo'lmasa quyosh panellarini o'rnatish bo'yicha ham shug'ullanishaveradi. Shunaqa. Poyez bermasdan ekrandagi raqamga sразу telefon qilaveradi, bitta yerda ish bitib ketaveradi, xudo xohlasa. Ya'ni men buni nimaga aytyapman? Uzoq joylar, shiyponlar bor, dala joylarda qanaqadir joyingiz bor, agar tok tortib kelishingiz uchun aytaylik 100 million 200 million rasxod qilishingiz kerak. Akalarga aloqaga chiqsang, avtonom alohida quyoshdan tok olib, quyoshdan suv isitadigan alohida anaqa ham yasab berishaveradi. Tizim ham qilib berishaveradi. Shunaqa. Endi aka video davomida bularga ko'rsatib beradigan narsa sklad bitta ko'rsataylik-da. Biz o'rnatgan dachani ham bitta ko'rsatib beramiz. Mayli. Boshladik. Like esdan chiqmasin. Quyosh suv isitgichlarini skladiga kelganmiz. Bu akalar bizni xohlagan miqdorda, xohlagan turidan topsalaring bo'ladi. 100 litrli, 150, 200, 300 litrliklari ham bor ekan. Xohlagan joyga issiq suv kerak bo'lsa bo'ldi. O'rnatasizlaring. Quyoshlik charaqlab turmasdan bulutli havoda ham 40 gradusgacha suvni elitib bera oladigan xususiyatga ega. Xo'p, narxlarga keladigan bo'lsak, Optimda ko'plab olmoqchi bo'lganlar yoki bu akalardan olib sotmoqchi bo'lganlarga narxini qulay qilib beramiz. Donada ham anchagina qulay. Aloqaga chiqasizlar, akalar sizlarga to'liq narxlar jadvalini tashlab berishadi. Hech qanaqa gazsiz, toksiz, ko'mirsiz quyosh suv isitgichlari. Basseyn deysizlarmi, отопление, topli pol. Xo'p, ishlab chiqaruvchi akalar, katta miqdorda issiq suvni isitishga elektr yoki gaz rasxod qilayotgan akalar, endi unaqa muammo yo'q. Hozir biz Toshkentdamiz. Quyosh suv isitgichlarini O'zbekistonda birinchilardan bo'lib, basseynga sinab bergan akalar oldiga keldik. Dachaga kelganmiz. Shu dachani basseyni to'lig'icha mana shu quyosh suv isitgichlari bilan issiq suvda ta'minlab beryapti ekan. Buni ishlash uchun mana bu quyoshli havoda 90 gradus oshiqroq, bulutli havoda 40 gradusgacha isitib berar ekan. Hozir ichkariga kiramiz. Hech qanaqa tok ham, ko'mir ham, gaz ham ishlatmay basseynda suvni issiq holatda saqlab qo'yishibdi. Bu juda yaxshi yangilik bo'ladi. O'zbekistonda hali bu ishni hech kim qilmagan, a? Yo'q. Birinchilardan bu mana akalarimiz yo'lga qo'yishibdi. Video davomida aniq-tiniq ma'lumot beramiz. Tomda turgan quyosh suv isitgichlarini miyasi, qaranglar, o'sha basseynga kirayotgani, basseynga quyilayotgan suvning gradusi 36 gradus ekan.
31, 34. Ya'ni 1, 2, 3 mib suv aylanib oxiridan tushadi-ku, tushish gradiyusi mana 36 gradus. Bu basseyn uchun yaxshi harorat. O'sha tomda turgan quyosh suv isitgichlarimiz yordamida mana shu basseynning o'zida 113 tonna suv bor. Ya'ni 113 kuba deyishyapti, 100 tonna oshiq suvni isitib beryapti. Nafaqat buni tagidan o'tgan topli pol bor. Uni suvini ham o'sha quyosh suv isitgichlarimizda orqali isitilyapti. Ya'ni 1 so'm sarflamasdan, 1 tiyin ishlatmasdan. Xo'p, dachachi akalar, men bilaman, dacha narxi o'ta qimmatlab ketadi-ku qish fasllarida. Nimaga edi ko'mir yoqish kerak yoki elektr o'ta qimmat yoki gaz. Mana sizga teppa-tekin yoqsizlaring bo'ladi. Xo'p, endi ana 113 tonna suvni o'zi isitib olishni o'zi ham bir muammo aslida. Hozir sizlarga bir gradusini ko'rsatib beraman. Xo'p, suvni o'zi iliqligi qo'lga juda yoqimli. Xo'p, mana gradusniga bor ekan. Ajoyib, qaranglar. Xo'p, ko'rinyaptimi bu? 28, 29 oxirida ham turibdimi deyarli? 28 da turibdi ekan mana. 28 gradus suvni issiqligi. O'sha tomdagi quyosh suv isitgichlari bilan bo'lyapti. Buni o'sha boya ham aytdik, O'zbekistonda hali hech kim bunaqa katta ob'yomda basseynlarga qo'llashmagan. Mana shu akalarimizda tajriba bor. Aloqaga chiqasizlar. Xohlagan kattalikdagi basseynni isitib beramiz suvini. Qishda ham isitaveradimi bu? Bulutli havoda 40 gradusgacha suvni olsa bo'lar ekan. Undan yetmagan joytiga tent bor ekan, ya'ni elektrga moslangan tent qo'shib qo'ysa bo'ladi. U tent ham dahshat yubormasa kerak, chunki o'zi issiq kelyapti-yu, suv iliqroq. Bu ham bir hafta issiq keyin o'chadi. Ha. Faqat ishlatilmaydi. Tushunarli. Qiziqish bo'lsa akalar, nafaqat basseyn, nafaqat отопление. Misol uchun men bilaman gazoblok liniyalarini da ishlash uchun 70 gradus suv bo'lishi kerak. Tonna suv ishlatiladi kuniga. O'shalar uchun ham bir qo'llab ko'rsa, aloqaga chiqib maslahatlashsalaring bo'laversa kerak. Chunki 1 so'm pul sarflamasdan akalar suv isish mazada o'zi aslida gaz ham, ko'mir ham, tok ham yoqmasdan. Boshida bitta rasvod qilib o'rnatib olasizlar, yog'i ketdi. Xo'p, dastlabki ustanobga hammasi bor.